Assalomu alaykum. Hadim Metal jamoasini kuzatib boruvchilar, 5-noyabr Qo'qon Dang'ara o'sha Naymanchaga ikkitalidan bir dona qo'y qo'ramiz olib kelib berdik. Bu qo'y qo'ramiz razborkali holatda. Razmeri o'g'lidan qo'y ketigacha 180, eniga 1,5. Har bir oraliq masofa 75 dan. Tagidagi taxtalari toza lestvak, suv paqirlarni qo'yib, baklardan solib qo'ydik. Qo'yni ham bugun olib kelibdilar akamiz. Xudo xolasa shu qurbonlikkacha boqib ko'raychi, effekt bo'lsa zakaz beramiz deyishdi. Bemalol zakaz beraverasizlar. Aka, ma'qulmi qo'y qo'ra? Qo'ra juda ma'qul. Buyurib nasib qilsin, xudo xolasa. Barakali bo'lsin sizga ham, bizga ham. Aytganingiz kelsin. Bu qo'ylarni boqib semirtiraylik shu xonalarda. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomer, pastdagi profillarga biz bilan bog'lanaverasizlar. 5 talidan boshlab o'sha 2 tali holatga qarab yasab beraveramiz.